to'xtachi, bu nima bo'ldi? Kimdir ma'lumotlarni o'g'irlayotganga o'xshaydi. Toshkent Surfers reelslikdan qochamiz. Tunnellar bag'rida sirlarni ochamiz. Toshkent Surfers so'nggi bekat bizniki. Bu shahar bizniki, bu poyga bizniki. Men Guard ishchisi emasman. Mendan qo'rqmang. Bir sirli inson The Guard nomli ilova yaratadi. Bu ilovada esa sun'iy intellekt bor edi. U qimor orqali insonlar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ladi. Shunday qilib o'zini robotlar imperiyasini yaratadi. Robotlar o'zlariga shahar qurib olishdi va meni darbadar armiyasi xavfsizlik xizmati josus sifatida yubordi. Agar biror xavf bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Men sizlarni ko'ryapman. Bu dunyo insonlar uchun emas.